Men, buvam va rangli televizor. Men buvamga qanchalik aloqador bo'lsam, rangli televizori ham menga shunchalik aloqador. Agar buvam bo'lmasa, otam bo'lmasdi. Otam bo'lmasa, men bo'lmasdim. Men televizor olmasam, buvamning jahli chiqmasdi. Buvamning jahli chiqmasa, irg'ay hassasini ko'tarmasdi. Hassasini ko'tarmasa, hech nimaga tushunmadingiz-a? Xudo haqqi. O'zimning ham boshim aylanib ketdi. Keling, bir boshidan gapirib bera qolay. Shunday qilib, men. Buvam otamning otasi. 83 yoshda. Butun boshli buqani desam lof bo'lar-ku, o'rtacharoq g'unajinni bir musht urushda sulaytiradi. Faqat 2 yil burun oyog'iga bot kelib, sal oqsab qoldi. Surxondaryoga borganimda Bobotog'dan ataylab irg'ay hassa olib kelganman. O'ziyam salkam chorak put keladi. Shu desangiz, bir kuni tinchgina romanimni yozib o'tirsam, oldimga buvam kirib keldi. Kim aytadi seni yozuvchi deb? Almisoqdan qolgan televizorni ko'rishga uyalmaysanmi? Olsang bo'lmaydimi bunday oynasi kattarog'idan? Dedi hassasini yerga do'qillatib urib. O'g'lim mendan qanchalik qo'rqsa, men otamdan shunchalik qo'rqaman. Men otamdan qanchalik qo'rqsam, otam buvamdan shunchalik qo'rqadi. Oilamizda buvamning so'zini ikki qiladigan mard yo'q. Xo'p bo'ladi. Shu shanbagacha yes qilamiz deb yuboribman 2 qo'limni ko'ksimga qo'yib. Buvam chiqib ketishi bilan telefon jiringlab qoldi. Men kinorejissyorman, dedi o'rtacharoq yo'g'onlikdagi ovoz o'rtacharoq qo'pollik bilan. Sizni ko'rishim kerak. Yarim soatdan keyin ko'rishdik. Rejissyor sochi yelkasiga tushgan, o'rtacharoq mo'ylab qo'ygan yigit ekan. Qalay, dedi u to'satdan. Nima qalay? Bizning filmlar. Chaynalib qoldim. Rostini aytsam, shu rejissyorning kinolarini jinim suymasdi. Bilmasam, dedim ming'illab. Filmingizdagi odamlar g'alatiroqmi? Tomoshabin ekranda o'ziga o'xshagan odamlarni ko'rsa yaxshi bo'larmidi? Ha? Kim vinovat? Dedi o'rtacharoq qo'pollik bilan. Yelkamni qisdim. Siz vinovat. Rejissyor qo'lini to'pponcha qilib peshanamga o'qtaldi. Men? Da, siz. Rejissyor o'rnidan turib ketdi. Cho'ntagidan saqich chiqarib, zarqog'ozni ochdi-da, karsillatib chaynay boshladi. Siz yozuvchilar ssenariy yozish desa, qorangizni ko'rsatmaysiz-u, birovning filmini yomonlaysiz. Endi og'iz ochib fikrimni aytmoqchi edim, rejissyor gapirtirmadi. Men delovoy odamman. U boshini bir siltagan edi, yelkasiga tushgan sochlari arslonning yolidek silkinib ketdi. Gap shu. Современный temada ssenariy yozib berasiz. Sizga 1 yil srok. Axir men umrimda ssenariy yozgan emasman. Roman yozgan odamga ssenariy chepuxa. Rejissyor jerkib berdi. U chindan ham delovoy odam ekan. Birpasda qo'limga shartnoma qog'ozini tutqazishdi. Shartnomaga binoan men 1 yil ichida zamonaviy mavzuda ssenariy yozishim, shuning evaziga qalam haqining 4dan 1ni oldindan olishim mumkin ekan. Qandoq qilib qog'ozga qo'l qo'yganimni o'zim ham bilmay qoldim. Pulingizni 3-qavatdagi kassadan oling, dedi rejissyor yana arslonning yolidek sochlarini silkitib. Umrimda bitmagan ishga haq olgan emasman. Bu gal ham olmoqchi emasdim-u, buvamga bergan va'dam esimga tushib qoldi. Kassa darchasidan boshimni suqishim bilan qo'limga pul tutqazishdi. Qari bilganni pari bilmas degan gapni kim aytgan bo'lsa, uyiga bug'doy to'lsin. Ekrani keng mo'l, televizor ko'rish jonning rohati ekan. Chir aylanib o'ynayotgan raqqosalar, qo'yib bersangiz ekrandan chiqib ketgudek muqom qiladi. Nuqul buvamga tasanno o'qiyman. Bir chekkasi anavi delovoy kino rejissyorni ham duo qilib qo'yaman. Ammo olmoqning bermog'i bor deganlaridek, bo'ynimdagi qarzni uzish kerak. Erta bilanoq hamma ishimni bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, ssenariy yozishga kirishdim. 4 oy deganda ssenariy bitdi. Qo'ltiqlab yubordim. Молодец, dedi rejissyor arslonning yolidek sochlarini silkitib. Bir haftada o'qib qo'yaman. Bir haftadan keyin bordim. Chepuxa.
Rejissor ssenariy solingan papkani bir otgan edi, stol ustidan sirg'alib keldi-da qo'limga tushdi. Nimasi chepuxa? Dedim hayron bo'lib. Hayotiy emasmi? Вот именно hayotiy. Rejissor o'rtacharoq qo'pollik bilan yana qaytardi. Именно hayotiy. Bo'lmasa qanaqasi kerak? Menga har qadamda uchraydigan odam kerak emas. Original bo'lsin. Hech kimga o'xshamasin. Rejissor u dedi, men bu dedim. Xullas yana 2 oy muhlat berishdi. Endi hamma rangli televizor ko'rsa, men xonamga qamalib, qahramonlarimni hech kimga o'xshatmaslik bilan ovora bo'ldim. Aytilgan muddatda ssenariyni yana olib Молодец. Rejissor yelkamga qoqdi. Bir haftada o'qib qo'yaman. Bir haftadan keyin bordim. Biroq bu safar eshikdan quvonib emas, ijirg'anib kirib bordim. Rejissor ham ijirg'anib o'tirgan ekan. Yerunda, dedi Arslonning yorliq sochini silkitib. Yana nimasi yerunda? Bironta epizodda eshak yo'q. Nima? Eshak yo'q deyman. Eshakni nima qilasiz? Местный kolorit kerakmi yo'qmi? Qachongacha eshak kolorit bo'ladi, dedim bo'g'ilib. Eshakka boshqonaga bo'lganmisiz? Nima bo'la? Har kinoyingizda eshak hangramasa, xumordan chiqmaysiz. Rejissor mendan bunaqa qaysarlikni kutmagan bo'lsa kerak, o'ylanib qoldi. Baribir kolorit kerak. Menga qarang, dedim anchadan buyon o'ylab yurgan gapimni aytib. Pulingizni olib kelib kassangizga topshirsam qutulamanmi? Nima? Rejissor sochlarini shu qadar shiddat bilan silkitdiki, yelkasidan yog' cho'g' sachrab ketganday bo'ldi. Ni za что? Ishingiz sudga tushmasdan ssenariyni bitiring. Plan kuyyapti. Uyga kelsam, buvam rangli televizor ro'parasiga o'tirib olib, maqom konsertini ko'ryapti. To'g'risi, buvam ham ko'zimga xunuk ko'rinib ketdi. 1,5 oydan keyin ssenariyni yana olib Bu safar rejissor 3 kunda o'qidi. Shu, по-моему, birinchi variantning o'zi nichevo edi shekilli, dedi bo'shashib. Bo'lmasa nega shuncha boshimni qotirdingiz? Rejissor Arslonning yolidek sochlarini ohista silkitdi. Yozuvchi rejissyorning xizmatkori degan gapni eshitganmisiz? Alam qilganidan o'rnimdan turib ketdim. Sudga berasizmi? Surgunga yuborasizmi? Tamom. Men siz bilan ishlamayman. Zato men siz bilan ishlayman. Rejissor yana asabiylasha boshladi shekilli, saqich chaynashga tushdi. Shuni bilingki, kino kitob emas. Ssenariy allaqanaqa roman yozish emas. O'zingiz aytgandingiz-ku, roman yozgan odamga ssenariy chepuxa deb. Совершенно to'g'ri, lekin roman bitta sizniki bo'lsa, kino kollektivniki. Tushundingizmi? Chiqib ketdim. Shu bilan qutuldim deb o'ylagandim, qayoqda. Yana 6 oy sudralib yurdim. Ssenariy degan narsani xohlagan paytda xohlagan odam o'zgartiraverar ekan. U joyiga aktyorning tili kelishmaydi, bu joyi operatorga yoqmaydi. Oradan 1 yil o'tdi. Bir kuni chala qolgan romanimni yozib o'tirsam, bolalar qiy-chuv qilib qolishdi. Urri, dadamning kinosini berar ekan. Katta xonaga kirdim. Eng o'rtada yumshoq kursida irg'ay hassasini ushlab buvam o'tiribdi. U yoqda dadam, bu yoqda oyim, xotinim, bolalar. Bir mahal film boshlandi. Ekranda ssenariy avtorlari degan yozuv paydo bo'ldi-yu, bir men emas, 3 familiya ko'rindi. Birinchisi rejissyorniki, yana biri men tanimaydigan allaqanday ajnabiy familiya. Oxirida meniki. Ha mayli, kino ko'pchilikning mulki deb qo'ya qoldim. Shunday qilib, kino voqealari boshlandi. Mening ssenariyim bo'yicha qishloqning obro'li otaxoni kichik o'g'lining mashinasida shaharga katta o'g'linikka borishi kerak edi. Mening cholim boshiga ixcham salla o'rab yuradigan nuroniy chol edi. Kinodagi chol ayvoni bargashdek keladigan sombrero kiyib chiqdi. Mushtdek trubkaga mo'lgina tamaki to'ldirib, burq tutib tuta boshladi. Darvoza oldida mashina emas, xanga eshak kelib to'xtadi. Mening ssenariyim bo'yicha farishtalikkina kampir cholining qo'liga tuguncha tutqazishi, tugunchada nabiralariga atalgan yong'oq, turshak, nok bo'lishi kerak edi. Kinodagi kampir qachongacha tamaki tutasan, sassiq chol, mah, orbit, chaynab ol deb cholning og'ziga zevashka chiqishtirdi. Keyin
Mana endi odamga o'xshading deydi-da, negadir cholining labidan hafsala bilan o'pdi. Bunday razm solsam, oyim teskari qarab olibdi. Dadam ro'molcha qidirgan bo'lib, nuqul cho'ntagini kavlaydi. Buvamning kulrang qoshlari uyilib, uchburchak bo'lib ketdi. Kino hamon davom etardi. Shunday qilib, asqar sombrero kiygan chol eshakka chaqqonlik bilan mindi-da, trubka tutatib yo'lga tushdi. Mening ssenariyim bo'yicha chol choyxona oldida mashinadan tushib, bir piyola ko'k choy ichishi, choyxo'rlar bilan ekin-tekin ishlardan gaplashishi kerak edi. Kinodagi chol kafe oldida eshagidan tushdi-da, ichkari kirdi. 6 ta sosiskani paqqos tushirdi. Ustidan bir kurushka ko'pirib turgan pivoni huzur qilib simirdi-da, g'arq etib kekardi. Uzundan uzoq fotiha o'qib o'rnidan turdi. Mening ssenariyim bo'yicha chol yo'lda ketayotib karnay surnayli to'yga duch kelib qolishi, to'y egalari qo'yarda qo'ymay izzat ikrom bilan uni ichkariga olib kirishlari. Chol kelin kuyovga oq fotiha berishi kerak edi. Kinodagi chol qahvaxonadan chiqib, pivoning kayfi bilan pinakka ketdi. Bir mahal eshagining cho'zib hangrashidan o'ziga keldi. Qarasa, qandaydir to'yxona eshigiga kelib qopti. Eshagini temir panjaraga bog'ladi-da, birov taklif qilmasa ham ichkari kirdi. To'rda o'tirgan kelin kuyovning ro'parasiga kelib, o'z qo'li bilan shampanni paqillatib ochdi. Bakalga to'ldirib, g'o'lq etib ichdi-da, kelinga qarab o'zidan o'zi muqom qila boshladi. So'ng osmonga sakrab raqs tushayotgan yoshlar davrasiga qo'shilib o'ynab ketdi. Kimdir pul qistirgan edi, boshidan sombrerosi uchib ketdi. Kulgi, qiyqiriq. Sekin razm solsam, uydagilarning hammasi chekka-chekkaga qarab o'tiribdi. Oyim bilan xotinim sekingina chiqib ketishdi. Buvamning irg'ay xasta tutgan qo'li titray boshladi. Nihoyat, kinodagi chol katta o'g'linikiga yetib keldi. Xayriyat, buvamga yoqadigan joyga keldik. Mening ssenariyim bo'yicha chol kichikroq oilaviy janjal ustiga kelib qolishi, o'g'li bilan keliniga nasihat qilib, er-xotinlik mas'uliyatini tushuntirishi kerak edi. Kinodagi chol ham janjal ustiga kelib qolibdi. Bittasi 5 yashar, bittasi 3 yashar ikki bola ikki chekkada to'xtovsiz arallar, sochlari paxmaygan xotin nuqul chamadonga kiyimlarini joylardi. U qaynotasini ko'rdi-yu birdan bobilladi. Mana shu mishiqilar deb umrimni o'tkazamanmi? Hechamda men jinni bo'lganim yo'q. Yo xudo, o'zing asra dedim ichimda pichirlab. Ssenariyda bunaqa gaplar yo'q edi-ku. Kelin cholning ro'parasiga keldi-da, boshidagi kulrang parakni changallab yerga uloqtirdi. Ketaman, dedi chinqirib. Sening debil o'g'ling bilan yashamayman. Bozorga chiqaman, pul topaman. Malades, dedi chol to'satdan. To'g'ri qilasan. Ikkita mishiqa deb umringni o'tkazasanmi? Sen sabri mendan ayolsan. Men seni poddержка qilaman. Mana bu churvaqalar yumalab-sumalab katta bo'lib ketaveradi. Sen o'zingni o'yla. Shu yerga kelganda buvam chidab tura olmadi. Shaxt bilan o'rnidan turdi-da, chorak putli irg'ay hassasini bir otgan edi. Televizor deganning kineskopi kuyib o'tirmas ekan. Portlab qo'ya qolar ekan. Hammamiz pildirpis bo'lib uyga kirib ketdik. O'sha kuni menga nashriyotdan xat keldi. Hurmatli palonchi, romaningizni o'z vaqtida topshirmaganingiz sababli nashriyot rejasidan chiqarib tashladik. Ha, aytganday, o'sha kundan buyon buvam televizorning yaqiniga bormaydi. Men umuman kino ko'rmayman. 1980-yil. O'tkir Hoshimov.